seni eng ali o'ringa yetkazish uchun qo'lingni tutib yetaklaydigan, qattiq qiyinchilik qolganingda sana hamroh bo'lib seni qo'g'daydigan haqiqatan Qur'ondir. Hadisda bundoq kelgan. Qori jannatga kirsa, uningga o'qi yuqori o'rla deyiladi. Qori o'qib har bir o'qigan oyatning baravariga bir daraja o'rlaydi. Hatta Qur'onning hammani o'qib tugatadi. Qiyomat kunining qo'rqinishlari va qiyinchiliklari kelganida Qur'on qoridan ayrilmaydi. Payg'ambar alayhisalom bundoq deydi: Qur'on o'qinglar. Shubhisizki, u qiyomat kuni tilovat qilgan kishilarga shafaat qilgan holatda keladi. Belki Qur'on tilovat qilgan kishilarga har bir harfning barobarida foyda yetkazadi. Haqiqatan Qur'on seni dunyo oxiratda ustun maqomga ega qiladi. Hadisda bundoq kelgan. Qur'ondan bir harf o'qigan kishiga bir yaxshilik bo'ladi. Bir yaxshilik uchun uning 10 hissiga barobar ajr beriladi. Shuning uchun Qur'on yodlagan kishi havas qilishga loyiq bo'ladi. Payg'ambar alayhisalom bundoq degan: faqat ikki xil kishiga hasad qilishga bo'ladi. Birisi Alloh uningga Qur'onni ato qilgan kishi bo'lib, kech-kunduz Qur'ondan ayrilmaydi. Ya'ni namoz o'qiydi, tilovat qiladi. Yana birisi Alloh uningga mol-mulk bergan kishi bo'lib, u mol-mulkini kech-kunduz Alloh yo'lida sarf qiladi. Demak, bu vafolar Qur'on bilan birga bo'lg'in. Qur'onning ruhi bilan yashag'in. Shu vaqtda foydali savdo, kasad bo'lmaydigan tijorat qilgan bo'lsin. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور